Assalomu alaykum. Hurmatli Odob Nazm-Navo kanalining ashaddiy muxlislari, aziz YouTube tomoshabinlari va qadrli ota-onalar, aka-ukalar va yoshlar. Mana bugun Odob Nazm-Navo kanalining keyingi soni videoda. Bugungi videomiz Udoyatgar usta Anvarjon ga boshlanadi. Mana hozir biz usta Anvarjonning xonadonlaridamiz. Mana usta bilan hozir gaplashib, suhbatlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz? Salomlar yaxshimi? Charchamasdan usta. Zerikmayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Tejamonmisiz? Ijodlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Sizlar charchabsiz, to'qimayaptimi? Rahmat. Ana kanalimiz Odob Nazm-Navo muxlislari bilan salomlashib qo'yishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizni Alisher akamiz kelibdilar, mana bizni ishlab chiqarayotgan narsalarimizni ko'rsatishga. Bir ko'rib, o'zingizlar baho berasizlar. Rahmat. Mana hozir biz usta Udoyatgar Anvarjonning ijodiy mahsullari bilan tanishamiz. Mana birinchi navbatda juda chiroyli milliy o'zbekona o'zbeklarning so'risi. Bu so'rining xususiyatlaridan biri shundaki, bu so'ri yig'iladi. Mana qaranglar, qana ko'rinishi chiroyli. Mana chiroyli va ixcham yasalgan. Anvarjon, bu necha kishiga mo'ljallangan? Bu 8 kishiga mo'ljallangan, 8 kishiga mo'ljallangan 2 ga 2 so'ra. Buni o'zi nima Rossiya taxtalaridan qilingan, yog'och taxtalardan. Mustahkam taxtalar, Mustahkam taxtalar. Bemalol 8 kishini ko'taradi. Bemalol ko'taradi. 10 kishi bo'lib ketsa-chi? 10 kishi ham ko'taradi. 10 tasini ham ko'taradi. Haligi terakdan yo boshqa narsadan qilinmagan. Shu Rossiya berezasi, demak mustahkam yog'ochlardan qilingan ekan-da. Bu yig'iladi dedingiz, ha, Anvarjon? Bu qanday qilib yig'iladi bu? Yig'ilishini tartibi qanaqa? Yig'ilishini ko'rsatamiz. Endi kerak ozgina mana hurmatli tomoshabinlar, mana bu tomoni chiqarildi, mana chiqarildi. Buni yoqib. Bunda yig'sa ham bo'ladi. Nima qilaveramiz, keyin montaj qilamiz. Yig'ilgan holatdagi emasini ko'rsatish kerak. Mana bu monaqasiga yig'ilib mana kichkina bo'ladi. Kichkinagina bo'lar ekanda, mana. Chiqarsa bo'ladi. Mana da 6 ta bolti bor. Uni chiqarsa mana umuman yoqadi. Mana bu 6 ta bolti chiqarsa, bu tomoni nimasi ham, stenkasi ham olinadi. Bunaqasi yotadi. Kvartga o'xshab qoladi. Bu yoqda 6 ta boltni ham chiqarsa, vahshiy ixcham bo'ladi. Kichkina bo'lib, ixcham bo'lib. Yig'iladi. Yaxshi, juda ajoyib. Bu endi sir bo'lmasa, buni zakazga ham qilasizmi buni? Albatta. Taxminan qancha buni narxlari? Narxlari endi kelishgan holda, 3 milliondan boshlanadi. 3 milliondan boshlanadi. Yaxshi. Arziydigan juda chiroyli, mustahkam 8 kishini, 10 kishini ham ko'taradi dedilar. Yaxshi so'ralar. Mana yana ijodiy mahsullardan hozir bizlar nima bilan tanishamiz? Mana bu yerda tabletkalar, eski tabletkalar. Mana bu yerda mana tabletkalar va stol. Bir de stol. Ustagi stol bu ichiga bu taxtacha. Endi buni xususiyat, bu kishini mahsulotlarini
Xususiyatlari shundan iboratki, har bitta narsa yig'iladi. Bu yerda mana bu stolimiz ham yig'iladi, ha? Ko'rsatib berasizmi shuni? Mana Yordam bo'lsa yordam berishadi bular. Ana. Oho, bunga qarang, ixcham bo'lib, ana. Bu ham uni ichiga kiradimi? bu ichiga kiradi. Voy, mana. Mana shu bunaqasi bo'lmagan. To'g'rimi? Bunaqasi hali bo'lmagan lekin. Ko'z tegmasin. Endi yordam berasizda. Kelib yordam berasiz. Ana, ana bittasi bunaqa ekan, bittasi bunaqa ekan. Ana. Ana. Mana Ana. buni qo'yiladi. Ana. Nima deysiz? Ana. Ana. O usto biladi, nima qilishni usto biladi. Ana, bu ham o'shanga joylanadi, ha? Bu kompaktli bo'lar ekan-da. Mana olib kelganlar, ipdan olib kelsangiz, ikkita kishi bemalol maza qilib o'tirib, mana yana bitta klientlarimiz ham O'ktamjon keldilar. Xush kelibsiz. Ana Anvarjonning ijodiy mahsullari bilan tanishamiz. Ana. Yaxshi, tanishamiz. Ana bundan keyingi nimamiz nima bo'ladi? Keyingisi bu o'zbekchasiga yosh bolalar kravati deymiz. Bolalar kravati. 12 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'taradi. 2 qavatli ekan bu. Kravatli bu. Aha. Bu ham yig'iladi. Ha. Endi bolacha ikkinchi qavatga chiqaman desa qanday chiqadi bu? Ha, bu yerdan chiqadi-da. Oho, u ochiladi hammi? Ana, oho. Yonlari ham ochiladi buni. Yonlari ochiladi, hamma narsa. Bu yig'ma, ha? Bu ham yig'iladi. Yig'iladi. Yig'iladigan ko'rsatamiz. Ana, bu yoqdan ko'raylik. Mana, oho, mana. Ostdagi nimasini olinyapti. Mana. Osti olindi. Detskiy kravat deydi, bolalarning kravati bu. Ana. Bunisi olindi, mana olindi. Menimcha yonlari ham buni olinsa kerak. Mana ustomiz yonlarini ham olishga harakat qilyaptilar. Mana yordamga Muhiddinjon. Ana, bu mustahkam ekanda, olinishi ham buni andak-mundak kishi o'quvi bo'lmasa ololmas ekanda buni. Yangi hali bu nima deydi? Asta-asta yurishib ketadi. Aha, o sekin. Ana mana bu ham olindi. Endi bu ham olinadi. Ana, qaranglar, bu hammasi yig'ma degancha bor ekanda. Yig'ma degancha bor ekan bu. Bunaqasi hali bo'lmagan, O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmadim lekin. Men birinchi ko'rishim buni. Nima deysizlar o'rtoqlar? Ha, O'ktamjon, nima deysiz? Bunaqasini ko'rmaganmiz. Har qanday yaxshi narsani ham narxga nisbatan aytishadi-ku. Bu ham edi. Nisbatan qanday shuni ham Narsa yaxshi bo'lsa, demak narxi ham yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Germaniyadan olib kelishardi shunaqa yog'och mahsulotlarini. Chet ellardan olib kelardi. Ularda ot kallasida narxda ololmaysiz ham hisoblaysiz. O'zimizniki yaxshi-da. O'zimizni nimalar? Mana qanaqa yig'ilib, oho. Mana 2 yarusli, 2 qavatli nima yig'ildi. Mana oxirgi harakatlar ketyapti. Mana qarang, hech hammasi yig'ildi.
Ana bitta joyiga ozginagina joyni oladi ana. Mana sizga kerak bo'lmagan paytda joyni iqtisod qilishni olib qo'yish ham mumkin ma'lum qilib mana sizga. Kichkina joyda egallab. Endi mana bu narsani kiyim ilinadigan. Veshilka deydi, narsa ilinadigan. Ha. Bu ham 4 ta nima yig'iladi. Yig'iladi. 4 ta bo'ladi. Ha, bo'ldi, mayli. Buni qo'ying. Yaxshi normal ekan. Zo'r ekan. Xo'p, endi mana bu stolimizga, stulimizga. Biz yosh bolalar uchun stul. Yosh bolalar uchun. Kattalar o'tirsa, bu xon taxta bu, ha? Mana bu xon taxtami? Bu xon taxta. Mana xon taxtani ana atrofida bolalarning o'tirish uchun qilingan. Qarang, qanaqa chiroyli. Ana o'zi yig'ilib ana yig'ilishi kompakt. Kattalar uchun. Ana qarang. Mana bunisi ikkinchi varianti. Buni ham qarang ana. Ana bunisi ham chiroyli. Qarang ana. Hammasi yig'iladi. Ana. Bu taxta nima dedingiz? Taxtacha. Taxtacha. Nimaga? Sabzi to'g'ralgan. Sabzi pauza, go'sht, non to'g'rashga. Albatta, bu taxta Rossiya taxtalaridan qilingan. Rossiya taxtalaridan qilingan. Eng mustahkam taxtalardan qilingan ekan-da bu. Endi bu xon taxta Bu xon taxta ham yig'iladigan. Buni xususiyati yig'iladigan. Mana bu tomonini mana ko'rsatamiz. Mana qanaqa qilib yig'iladi. Oyoqlarni yig'ilishini ko'ring. Mana mustahkam. Oyoqlarni yig'ilishi ana sizga. mana yig'iladi. Mana sizga. Ana ixcham ana. Kerak bo'lmasa olib qo'yasiz mana. Qanaqa ixcham. Rahmat, ustag'ani va lekin haqqoniy ijodingiz zo'r, bu qiziqlik zo'r ekan vobshe. Mana bular Bu stol desa ham bo'ladi, shezlong desa ham bo'ladi. bu mayovkaga nimalarga chiqadigan, tabiatni qo'yinga chiqsa. Bozorga olib borsa, o'sha o'tirib sotadiganlar ham olib qo'yaveradi. Bu ham yig'iladi. Bu ham yig'iladi. Ana. Yo'qda zo'r kerak bo'ladi. Mayovkalarga. Bu ham shunaqa narsa. Bu ham bemalol o'tirsa bo'ladi. Bu ham yig'iladi. Belgiyadan beradi. Yo'q, o'tirib ko'rdik ana. Yo'q, Belgiyadan berilgan yaxshi. Bu ham yig'iladi. Ana. Yig'ilganda ham zo'r yig'iladi. Ana sizga. Endi mana bu stol. Bu ham endi xontaxtani ustiga qo'ygan taxtacha bu ham. Stol bu. Oshni go'shtini Bu 4 ta stuldan iborat. 4 ta stuldan yonida iborat. Ana. 8 kilo. Yig'iladigan 80 kilo, 90 kilo ko'taradi bemalol. Ana. Bu ham yig'ilar ekan ana. Birlariga narxini ham aytib Bu ham yig'ilar ekan. komplet. Price chiqmaganda, Endi price chiqmagan. Bular yig'iladi-da. Mana bu ham yig'iladi. Oho, ana. Endi bular o'zaro kelishuv asosida sotib ketaveradi. Kelishilgan narxga kelishiladi. Maksimum, minimum pullar Albatta. Kelishiladi. taxminiy narxlari bormi? Taxminan masalan shu narxi 850. 4 ta stulchasi bilan, Stulman bitta komplet. bitta komplet shu 4 ta stulman 850 ming. Bu taxtachasi ham bormi, komplet? Yo'q, taxtachasi unda. Taxtachasi ham agar Qo'shib beraveramiz. qo'shib beraveramiz. Dedi. Uni taxtachani ham qo'shib beradilar. Agar bo'lsa siz yordam berib tursangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Joyni
Borishga. Yo'g'idan qarashib turing. Nima qilishga? Bo'ldimi? Bulardan tiqasmi ikkita bor. Ilgichlari bormi? Makrolab qo'yiladi. Bunisi ham ketami bu ham? Sampaletki. İkiga ikki. Mana bitta mijozimiz kelib, Teradan qilingan, faqat teradan qilingan. mana kelishyapti. Bu hammasi Kelishyapti narxi. Endi yaxshida anada yog'och. Ha, yog'och mustahkamda. Siz mana shu beraman desak, Ana, madik. Usta, O'ktam baba, qanday sizga yoqdimi bu? Ha? O'zimga-da. Nima? qo'shnilarga hamma narsa mumkin. O'ktam baba, qanaqa yoqdimi usta? O'zbek milliy yig'iladigan, ha? Oh, Yig'ib necha kilo olib qo'ysa. yana olib qo'ysa bo'ladi, yana qo'ysa bo'ladi. Ana. Aytilmadi sizga. Ha. Yo'lda 6 ta bolt, yo'lda 6 ta. U yoq ham ichadi. Chiqarsangiz, bolalar ham chiqadi. Ha. Onu bolalardan ozgina joyi egallaydi. Ha. Agar mani olib tashlab, bunda qo'ysangiz, Ustiga bir tushadi. kravat bo'ladi. Ha. Kravat sifatida. Ha. Ikkiga mana bu 25 kravat bo'ladi. Mana. Bemalol yozsangiz ham bo'ladi. Bitta o'zingiz bo'lsa ham shunday qilasiz. Xo'p, bo'lmasa narxini 2,5 qilsak. Qancha vaqtda berib bo'lishim kerak? Siz bilasiz. Birinchi to'lovi qancha? Endi o'zingiz bilasiz. Buni siz 800 tashlab bersam bo'ladimi birinchi bor? Keyin yana 2 marta 850 dan tashlab berar ekanman, ha? qo'shnilarga hamma narsa. Nima? Ana, hamma variant mumkin deyapti. Hamma variant qo'shnilar. Endi Ayniqsa pensionerlarga pensiya pullar bo'lib berasiz. kelishdimi? O'ktam baba, qani maqtovni beringchi buni ta'rifini qanaqa ekan bu? Yog'ochlar rossiyskiy yog'ochlar deydilar. Ha, tuzilishi qanaqa sizga yoqdimi? Ko'rinishi chiroyli. Ko'rinishi ham zo'r. Ha, Keyin joylarni yig'ilishi. bizni uyga katarasi mos ekan, o'lchaga. Ana. Undan keyin mana yog'ochlari ham shunchalik baquvvatki, unchaga hali beri charchamaydi. Ana. Yangi yog'ochlar, Ana. undan tashqari oshib qo'yilgan, nima qilingan shu birdaniga yig'ib, yomg'ir yoqqanlarda Zo'r ekan, ha? Yig'ib olib qo'yasiz yomg'irdan. Ha. Yaxshi ekanmi? Yoqdimi? Bolalar o'ynab kulib ustida men sakrasa ham Ana. yog'ochlari Uni olib qo'ydingiz. keyin narxlarini ham mana kelishtirib berdi. Yaxshi. Ay, xursandmisiz? Xursandman. Endi davom etamiz, usta. Ana usta bilan endi davom etib, ustaxonalarni nasib bo'lsa, ana hozir ko'ramiz. Ha, endi pul tashlab qo'yaylik bo'lmasa telefonda. Hozir qaytamiz. Ana kichkinagina, mo'jazgina ustaxona qarang. Yo'q, bu nima bu? Limonmi? Ana limon ham pishib yotadi kerak bo'lsa. Ana kichkinagina ustaxona ana. Kompressor. Ana. Ana hamma narsalar bor ana. Ana. Lobzik deymiz. Hammasi. Ana. Hammasi shu. Ana. Mana materiallar, uje tayyorlab qo'yilgan. Bu letni ustaxonasida, bu letnisi. Zimnisi yo'qda. Misal endi tomda endi cherdagi. Ha. Nimaroq? Yaxshi. Rahmat. Mayli, ijodiy ishlaringizga baraka. Deymiz. Mana bu yoqda mana qarang, qanaqa chiroyli, bu yoqda gullar bor mana. Bu qanaqa gul bu? Mana bu qanaqa gul bu? Endi shunaqa gulki, bu искусственный gul. Haqiqiy mana bu haqiqiymi mana? Haqiqiysi mana. Ana. Mana bu haqiqiysi mana solib qolib, kecha kelganingiz yaxshi bo'lardi mana. Buni hali kaktus deymiz. Kaktus. Kaktuslarga qarang, guli zo'r o'xshab turdi, oppoq. Ham ustalik, ham mana o'simliklar, gullar bilan shug'ullanadi. Mana kaktuslar. Nima dedingiz? Ustaxona. Ustaxona ko'rdingiz?
Haq ko'rasiz. Yuqorlar bo'lsin. Mana hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlar. Usta Adol akamizni ijodiy mahsulotlari bilan tanishib chiqdik. Hammamiz xursand. Mijozlar ham xursand. Telefonni oxirida men Anvarjonni telefon raqamlarini qoldiraman. Telefon qilib bemalol gaplashib olsangizlar bo'ladi. Shuning bilan bugungi videomizni tugatamiz. Xo'p, salomat bo'linglar.